Hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar va qadrli o'quvchilar, bugun barchamiz uchun tarixiy va quvonchli kun. Azim vatanimiz mustaqilligining 34 yilligi munosabati bilan sizlarni chin qalbimdan muborakbod etaman. Shu bilan birga yangi o'quv yilining boshlanishi bilan ham samimiy tabriklarimni izhor etaman. Aziz birinchi sinf o'quvchilari, bugun siz bilim va ma'rifat olamiga ilk qadamingizni qo'ydingiz. Sizning bu qadamlaringiz kelajakda yurtimizni yuksaltiradigan ulkan marralarga elchishiga ishonamiz. Sizni Registon oilasi mehr bilan qarshi oladi va har bir qadamda qo'llab-quvvatlaydi. Hurmatli o'quvchilar, yangi o'quv yili siz uchun yangi imkoniyatlar, yangi marralar va yutuqlar faslidir. Sizdan bilimga chanqoqlik, mehnatsevarlik va yuksak maqsadlar yo'lida sobit qadamlik kutamiz. Har bir muvaffaqiyatingiz yurtimiz ravnaqiga qo'shilgan hissadir. Aziz ustozlar, sizlarning fidoyiligingiz, sabringiz va mehringiz tufayli bugungi yoshlar ertangi kunga ishonch bilan qaramoqda. Sizlarning mashaqqatli mehnatingiz vatanimizning porloq kelajagini yaratishga eng katta boylikdir. Keling, yangi o'quv yilini ishonch va umid, g'ayrat va qat'iyat, ezgu niyat va yuksak orzular bilan boshlaylik. Mustaqilligimiz abadiy Registon xususiy maktabining farzandlari esa doimo ilm va ma'rifat cho'qqilarida bo'lishsin. Hurmat bilan, Registon xususiy maktabi rahbari.